250 million so'mga Kia Sonet olgan yaxshimi yoki 2 million qo'shib Tracker 2 olgan yaxshimi? Hozir solishtirib ko'ramiz. Kia Sonet 1.5 li atmosferniy motor bilan jihozlangan, 115 ta o't kuchi bor. O'zimizniki Tracker 2 1.2 li turbinali motor bo'lgani uchun ham 133 ta o't kuchi mavjud. Kia Sonet 100 km ga 5,5 litr rasxod qiladi. Bunga metan, propan qo'yish mumkin, chunki motori atmosferniy bo'ladi. O'zimizda Tracker 2 100 km ga 9 litr rasxod qiladi. Bunga faqat propan qo'yish mumkin, chunki motori turbinali bo'ladi. Kia'da beskluchovoy dostуп bilan jihozlangan, eshik obshivkalari tepa past plastik bilan, o'rtasi kojali bo'ladi, keyin akustikasi boss bo'ladi. Tracker 2 ham beskluchovoy dostуп bilan jihozlangan, eshik obshivkalari tepa past plastik bo'ladi, o'rta qismi kojali bo'ladi, akustikasi noma'lum. Kia'ning ruli multifunksionalli bo'ladi, cruise control bor, monitor bor, zadniga olganda kamera ishga tushadi. Tracker 2 ning ham ruli shunaqa multifunksionalli bo'ladi. Bunday monitor bor, keyin zadnida olganda kamera ishga tushadi. Kia'ning oldi sidenasida sovutish tizimi bor, lekin abagrefi yo'q. Keyin 6 xil rejimi bor. Normal, sport, eco rejimlari bor. Keyin Kia'da look bilan jihozlangan, panorama emas. Trackerning oldi sidenalarida abagrefi bor, lekin sovutish tizimi yo'q. Abagref chunki muhimroq. Keyin rulida abagrefi bor, bunda kattagina panorama bilan jihozlangan va slipoy zonasi bor. U narsa Kia Sonetda yo'q. Endi sizlarga savol, 250 million so'mga Kia Sonet olarmidingiz yoki 2 million qo'shib Tracker 2 mi? O'z fikringizni kommentariyada qoldiring.